Ko'zingni qovog'i qimirlayaptimi? Unda tabriklayman. Sen tosterga aylanyapsan. Sababsiz, ma'nosiz shunchaki o'tirib qimirlayverasan. Go'yoki kimgadir signal beryapsan. Aslida esa bu sening organizming baqiryapti. Kechqurun vaqtli uxlaysanmi? Albatta yo'q. 3 gacha serial va TikTok, ertalab 7 da ishga. Mana senga ko'zning isyoni. Chidamada bo'ldi. Titrayapti endi. Shu bilan kofe ichasan 5 ta qahva kuniga. Chunki boshqa narsa bilan seni uyg'otib bo'lmaydi. Lekin natija bilasanmi nima? Qovoqlaring diskotekani yoqib yuboradi. Ichkarida raid boshlanadi va albatta stress. Biror bir ishingga ulgura olmaysan. Bu yerdan uydagilaring ovqat yedingmi deb qo'ng'iroq qiladi. Ko'zlaring esa men jim tura olmayman deydi va qimirlaydi. Suv ichmaysan, faqat kola va energetik. Organizm qurib ketgan xuddi Arizona cho'li kabi, qovoq esa sudralib qolyapti. Xuddi jangdan keyingi askar kabi. Ko'zni ishqalayverasan va natijada allergiya. Yoki ekran oldida 12 soat o'tiribsan. Mushaklar bardosh bermaydi. Yuzdan qochib ketmoqchidek qimirlaydi. Ovqatlanishing esa bundan ham battar. Chips, suxarik, vitamin esa 0. Magney B12 qayerda? Oxirgi marta tabiiy narsa yeganingni eslolmaysan. Organizm esa baqiryapti. Hech bo'lmasa banan ber deb. Agar ko'z qimirlayotgani bir haftadan oshsa, yana boshqa belgilar qo'shilsa, senga maslahatim shifokorga borgin. Bu oddiy bug bo'lmasligi mumkin. Shu narsalar bo'lmasligi uchun mening kanalimga obuna bo'l. Chunki mening kanalim haqiqiy shifo maskani.